Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 14-darsimiz. Bugungi mavzuyimiz char ad metodi bo'ladi. Char ad nima? Char ad indeks metodi. Char ad indeks degan o'sha parametr oladi. Metod string ichidagi belgilangan indeksdagi belgini qaytaradi. Ya'ni bu oddiy misol uchun string ichidagi bironta harfni ko'rmoqchi bo'lsak, indeksini beramiz, o'sha harfni o'zini qaytarib beradi. Asli stringni o'zgartirmaydi, faqat belgini o'zini qaytaradi. Koddan kopiya olaman. Terimlarni o'shaman. Bu yerda oddiy text degan o'zgaruvchi e'lon qilingan, JavaScript degan so'zni saqlaydi va char degan o'zgaruvchi e'lon qilingan, text.char_it metodi chaqirilgan va 4 raqami berilgan. Ya'ni 4 bu indeks JavaScriptda indeks 0 dan boshlanadi. 0, 1, 2, 3, 4-indeksga s harfi bor bizga. Not strings.js. Bizga s harfi qaytdi, ya'ni o'zi s harfi turgan 4-indeksga o'sha harf qaytdi. Buni kommentariya qilaman. Keyingi bosqich oxirgi belgini olishimiz. Buni kopiya qilib olaman. Misol uchun bizga katta bitta string keldi. Bu yerda oddiy JavaScript so'zi yozilgan. Misol uchun uzunroq string keladigan bo'lsa va uni oxirgi harfini olmoqchi bo'lsak, aniq bilmaymiz. Har doim buni matnning uzunligini har doim bilmaymiz. Shuning uchun char ad text.length deyishimiz mumkin. Bu umumiy oxirigacha oladi. Ya'ni lekin bu length birdan boshlab sanaydi. Misol uchun 100 ta harfdan iborat bo'lgan bo'lsa 100 ni chiqarib beradi, lekin indeks 0 dan boshlangan hisobidan -1 qilishimiz kerak bo'ladi. Va lastiklar o'zgaruvchi konsolga chiqarilyapti. T, ya'ni skript oxirgi belgi edi. Length bilan matn uzunligini oldik va -1 qilib o'sha oxirgi elementini tanladik. Bu yerda umumiy bitta indeks tushadi. Misol uchun matnning uzunligi 100 harfga teng bo'lsa -1 99. Shu yerda 99 soni turgan bo'ladi. Va keyingi bosqich char ad va oddiy to'rtburchalik qavschalarning farqi. Biz oddiygina to'rtburchalik qavscha bilan ham o'sha harfni olishimiz mumkin edi. Misol uchun JavaScript 4 qo'ydik. Bu ham indeks orqali 0, 1, 2, 3, 4. 4-indeksda s harfi bor edi. S harfini oladi. Misol uchun tekshiradigan bo'lsak, s harfi chiqdi. Buni ham o'sha oxirgi harfini olish uchun bu yerga text.length -1 qilib qo'ysak bo'laveradi. Ya'ni to'rtburchalik qavscha ichida ham. Lekin bularning bitta farqi bor. Bizga noto'g'ri indeks kiritgan taqdirimizda, misol uchun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta indeksdan iborat. Misol uchun biz 15-indeksni kiritadigan bo'lsak, text o'zgaruvchisiga bu undefined qaytaradi. Bu undefined qaytaradi. Lekin char it metodi uchun 15 ni kiritadigan bo'lsak, bo'shliq qaytaradi, ya'ni bo'sh string qaytaradi. Xatolik qaytarmaydi, undefined, null yoki boshqa narsa qaytarmaydi, prosta bo'sh string qaytaradi. Bularning orasidagi farq shu. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.